Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda yangi rubrika kanalimda Minecraftda 10 mingta TNT portlatamiz. Qiziqarli video bo'ladi, o'tkazib yubormang. Buning uchun avvalimizga yer taxlash kerak. Hozir bitta yerda ko'ramiz. O'zimiz o'ta olamiz. Yer tanlash juda ham muhim, chunki ko'pchiligiga aziyat chekishi mumkin. Bu yerda hatto qishloq ham bor. Sokin, shu yerda men tanladim chunki sokin va hech kim yo'q. Xo'sh, men bu yerlarni portlataman TNT bilan va keyin qum bilan ustiga yopib chiqaman. Mana tadam. Xo'sh, portlatib ham oldim. Endi tozalab chiqishim kerak, ya'ni yana ustidan narsalar quraman. Mana o'zi boshlab yubordim. To'ldiryapman oxirigacha, keyin ustidan qum yopaman. Kuzatib boring. Endi buni yopishim kerak hammasini. Bu chegalarni qilaman o'zim. Videolarni ko'rishingiz mumkin. Mana hammasi o'rab chiqdi. Shundan keyin qum. Shuning uchun men tiklarni portlash uchun tik joy qilmoqchiman. Ki 10 mingta tikni anaqa mana ko'rishinglar mumkin. Juda qiyin. Mana shunday bitta tashlashga qaror qildim. Mana bu yerda men salkam yarmaydim. Lekin men qilaman hali. Sizlar uchun bu mana 3dan 1 qismi salkam. Sizlar uchun bir necha sekund, lekin montajda qo'shmasa albatta. Mana bu yerda yana 2 ta chetlari qoldi. Sal qoldi, ozgina qoldi. Va nihoyat. Va mana tekis yer. Endi bunga tiklarni qo'yishni boshlaymiz. Mana endi buni to'rt burchak bilan aylanib chiqamiz. Mana qilib ham oldik. Bunga kattalashtiramiz, devor quramiz va devor ichiga ham tiklar qo'yamiz. Devorni ham tugatib bo'ldi. Bu TNTlarni sanab ko'rsam, o'zi bitta qatoriga bir 60 tadan TNT bor. Bitta qatorni o'ziga. Endi ko'paytirsak, naborot 10 mingga yaqin bo'lyapti. Mana tugatib oldik. Soniyali daqiqalar. Va soniyali daqiqa. Va nihoyat portlatishga ketdik. Qani sekin. Kamturum qotmasa bo'ldi ish qilib. Qani. Ushladik. Oy. Kamturum qotdilar. Qotishlarni sizlarga yo'qotib qolaman. Yerda salkam yarmini olib tashladim. Hala portlayapti. Men kamtumda tinchlik ko'rmayapti. Bularni o'zi portlash kerak deb bilmadim. Yo'qotganimizda like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Yana shunaqa video chiqishini xohlasanglar, 1000 ta likedan keyin chiqaramiz. Kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing.
Hammaga sog' salomat